Hammalarga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan FK Mobile'da Open Pay qilamiz. Bugun biz Summer Special yangi kelgan jahon chempionati g'oliblari paklarini ochamiz. Men endi video chiqarishni boshlayapman. Shuning uchun adashib ketsam uzr so'rayman. Qani bo'lmasam ketdi Open Payga. Birinchisi ketdi. Yurmadi. Şimdi bunu açamiz. Shuni ikkita qopni ochib qo'yaylik. Kim tushdi? Bu kim endi? Aubameyang tushdi bizga. Bundan endi bitta ochib qo'yamiz. Shundanmi yo bundanmi? Mayli, shuni ochamiz. Ketdi. Kim tushdi endi bizga? Yana yurmadi. Olmoslarimiz tugab qoldi. Endi biz bulardan narsa yig'ishga harakat qilamiz. Mana kirib oldik. Şimdi şu stol to'lgan. Endi to'ldi. Bu yerdan şu ishlarni bajarsangiz bu 2000 ta olmos beradi. Biz hozir bularga harakat qilib ko'ramiz. Tarkibini bitta ko'rsatib o'tay sizlarga. Mana eng kuchli o'yinchilarim hozirchalik Alex Baena, Ademola Lookman, Marcelo bo'lib turibdi. Yamalni endi kuchaytiramiz. Hakikaten ham kuchli o'yinchilarni hisobladik. Bizim maqsadimiz bitta 119 Del Piero'ni olish. Bugungi videoda. Mana shu Del Piero'ni olish kerak. Mana shu Del Piero'ni. Shu Del Piero kerak bizga. O'shadagina o'yinimiz 120 bo'ladi. Nolsga kiramiz. Shartlarni bajaramiz. Başladık. Şu oyunculardan sizlerge kimdir düştü mü? Kommentga yozib ketinglar. Biz trenerlik qilyapmiz hozir. Bu yerda bosh kerak emas. Trenerlikka o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlar, bu videoni ko'ryaptirganlarda uni ichida qora jizalilar bormi? Qora jizalilar bo'lsa, kommentni banglatib yuboringlar. Mana ketdi. Alex Baenani nima qilish? Shuni qobiliyati bor, PlayStation. O'shani qanday ishlash hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Bu yerga tiqilib qo'yganingizda shunday qilib pas berasiz. Havolatib pas berasiz. Havodan pas bersangiz o'xshaydi. Bo'lsam yo'q. Boshqa o'yinga keladigan bo'lsak, unda
tez yugurish qobiliyati bor. Şu yerdan biz qaysidir o'yinchidan olishimiz kerak. Dev pochta yoki Muhammad Salah yoki O'rtazda. Mana ko'p blogerlar anchadan beri FK Mobile'da qilishganiga men endi boshladim qiziqishdan. Bu birinchi video FK Mobile'da olingan. Hop. Bunga kiramiz. Kirib turib bizga hozir Rashford kerak. İşte draft mı? İşte ne geldi ona şu. Şey. Hop yana qaytdik World School'ga. Endi buni ham o'ynab. Buni shug'ullanaylik. Yana 3 ko'rsak, yana 2. Shu linka rank up point'i beradi bizga. Mana Marcos Llorente biz bugun El Piero'ni ololmasak ham, mana bu rahmat.